Ma'nun o'xshash to'rim ketmaydigan kuzatish kamerasini yüzünüz o'rnatishni unutib qo'yay. Biz davomli oddiy tushunish kompyuter bilimlari va bunda texnik bilimni so'zlab ko'ryapmiz. Bizni o'xshashni unutib qolmang. Boshqalar paylanib qolsam bir tal repetitib, manda kameralarni haqib to'kajmay yüzünüz o'rnatishni o'ylang. Oldi bilan ma kimdir taqsimning jihozi, bir tal kimdir taqsim majozi o'rnatamiz. İkinci kimdir taqsini majozi o'rnatamiz. Ikkinchi kimdir taqsin jihozi o'rnatilgan ekan, kimdir taqsin keyinda manda to'ksin boya chiqadi. Ma aqsimninki ikki boshli tarafdan bir beshing ma'no solamiz. Ma kimdir taqsin simninga yana bir beshing solamiz. Demak, ma ikki kimdir taqsidan chigan tok ma sim orqali bir yig'ildi degan gap mana. Endi buni klab ma apparatninki ost tarafidagi mana ma ig'izga solamiz. Mana ikki tal kimdir taqsi birlashib ama apparatning musho ig'izga chigandan keyin to'ka apparatni cho'ngdan qilgan to'klan ta'minlaydi. Ma digun xav deymiz tuyan sertifikat jinkon tok uzun to'shaydi ama shu kichik kimdir taqsidan ikki tal kimdir taqsidan mushunki uzunki tok ehtiyojini qamdayalaydi. Endi ma sindim bir tal var bunisi. Bu sim nimasi ham deb qo'yishim mumkin. Apparatni bizning tavsiyasimiz apparatni o'rnatishdan burun, yana kimdir taqsin chechishdan burun sim orqali bak shu qurqovetdik cho'ndagiga chetib telefonning hozirgi 80 vatlik 60 vatlik yondek cho'ndagiga chetsak balkim apparatni meslab qo'yish mumkin. Odatda cho'ndagiga yoki televizorning USB ig'izi yoki to'riq bo'lishning USB ig'izi degandek tuyan qo'yatdiki USB ig'izi skillar chetib sim orqali 2 soat cho'ndan qilib ko'zni. Ichida mayva buningki. Onundan keyin kimdir taqsin chetib qo'ysak texnik yaxshi bo'ladi. Ma'lum shuning sildiransin. Bu simning uzunlig'i 3 metrga yaqin keldi. Yoki bir 3-4 kun tok yo'q bo'lib qolgan kunlarda ama kun chiqmaydigan tulib qolgan 3-4 kungacha yomg'ir tushib, bo'ron chiqib, havo rayida nachar kayfiyatli kunlar kun chiqmaydigan. Yana bak kunlar taqsit apparatni cho'ndan qilgandek tok chiqarolmaydigan vaqt bo'lib qolsa, men musim orqali cho'ndan bog'lamdi yoki telefonning cho'ndan ishlamda, shunda cho'ndan qilib ko'zini normal silib bo'ldi. Masim shuning sildiransin. Ma mixlandı do'stlar. Mana men yerda mixlay g'ayroqo apparatniki. Shunga mush zapas qilgan mixay, ishlar bozorda mixset qilishimizning hojati yo'q. Endi mana bizning bunda operatsiya qilgan do'stlarimizga menda saqlash kartasini, Lenshanning kartasi bo'lma jinpar markaliklar maltumuz biz xaridorlarimiz burada bizning qanday bal qo'yibmiz. Shunda kartni bitan qo'shib beramiz. Bu kartni qanday solamiz deganda, apparatniki nerga solamiz degan do'stimizga kartni chiqarib olgandan keyin qapdan mana astır qaraymiz hammaga. Mana. Ya qilsak, mana kart solgan eg'izi, bu eg'izniki qarasak tumi taraf bor. Shu tumi tarafni kartning ustiga to'g'rilashtirib, silib kartni bosamiz. Tasdiqli yuzida. Mana. Ma bo'lsa, mush apparatni qayta qo'zitadigan, ya'ni ketib qolgan, ya telefondan ajratadigan ishlar alayda avval silgan klubga buni adet etishmaymiz. Yani çın ititmez yağmurçılık için aldığınız için. Meyanıma dostlar. Malı keygönse aparatın açıdığan itdiğan. Meyanıma diyeyim itep. Keygönün içi varandığın kiyen. Meyan içep ma toksin meyanıma nasıl koysak buldu. Yağmurçılık için aldığın aldı. Bu en yukarı aletki yağmurdan sulu müdafiyanış şekilde yasalgan aparatlar ki şuna bolsunma. Asal işlesek yüzümüzün varandığın uzak işletiş buldu. Dostumuzun kadar düşünmeye kalan, bilinmeye kalan suallı olsa imkan sahibi görsek buldu dostlar.